1 kilovat 650 so'm. 200 limit qo'ydik. Oshsa narx sakraydi, xalq to'laydi, bizning cho'ntak to'ladi. Limit oltin tuzoq. Odamlar hisob kitobdan charchaydi, oxiri mayli deydi. Biz esa ustidan foyda yozamiz. Gazni bermasak, elektrga majbur bo'lishadi. Gaz arzon, bizga zarar. Shuning uchun yo'l yopib qo'yamiz. 1 metr gaz ham 650 so'm. Lekin undan 11 kilovat elektr chiqadi. Gazni elektrga aylantirsak, daromad 11 barobar bo'ladi. Xalqqa arzon gaz berish o'zimizni kambag'al qilish. Biz aqlli yo'l tanladik. Kimni aldadik o'zi? Ular 2-3 kun baqiradi, keyin o'rganib qoladi. O'rgangan xalq eng qulay xalq. Biz ishni davom ettiramiz. Lavozimga kelish oson bo'lmadi. Katta xarajat qildik. Endi o'sha pulni 1000 marta qaytarish shart. Ularning qarindoshi chetda ishlaydi, dollar yuboradi. Biz limit bilan o'sha dollarni sekin-sekin qo'limizga oqizamiz. Birlashmaydi. Har kim o'z tashvishida. Shu bo'linish bizga qalqon. Qalqon bo'lsa, hisob so'rovchi bo'lmaydi. Ko'p gapirgan chiqsa, ichkariga tiqamiz. Qolganlar ko'rib jim bo'ladi. Qo'rqoq jimlik bizga eng katta foyda. 35 yildir tizim o'sha. Nomlar almashadi, usul qoladi. Usul qolsa, pul ham qoladi. Oddiy matematika. TVda musaffo osmon deyshadi. Tinchlik bor deyshadi. Xalq tinchlikni eshitib, narxni unutadi. Juda qulay. Dunyoda 205 davlat bor, urush 5-6 joyda. Lekin biz hamma urushda deb aytamiz. Xalq ishonadi. Sodda xalq fakt so'ramaydi, ovozga ishonadi. Ovozni kim boshqarsa, boshni ham boshqaradi. Biz esa ovozni sotib olganmiz. Bizga hisob kerak. Hisob esa limitda. 200 dan oshsa bayram. Gaz berilsa, pech yoqiladi, elektr kamayadi. Elektr kamaysa, bizning foyda kamayadi. Demak, gaz bermay turamiz. Xalq qimmat desa, biz sabr deymiz. Sabr ularning odati. Odati bo'lsa, pul oqadi. Ular konsert va boshqa narsalar bilan chalg'itamiz. Biz esa chetda turib, mojarodan foyda yig'amiz. Qorin to'q bo'lsa, odam jim. Shu sabab reklama, serial, shovqin xalqni ovqatdek ovutamiz. Ular ham chaynaydi. Ba'zan xalq uchun kuyinamiz deb chiqamiz. 1-2 arzon aksiyani ko'rsatamiz, keyin yana narxni ko'tarib qo'yamiz. 1-2 odamni jazolasak, qolganlar tartibda o'ylaydi. Aslida bu qo'rqitish. Qo'rqqan xalq oltin kon. Qonun ham bizning qo'limizda. Limit xalq manfaatiga deb yozamiz. Qog'ozda manfaat, amalda daromad. Qog'oz yutadi. Kim hisob so'rasa, tizim ishlamayapti deymiz. Tizim doim ishlamaydi, lekin pul doim ishlaydi. Juda sodda. Shikoyat qiling deymiz, keyin navbat, qog'oz, muhr. Ular charchaydi, qaytadi. Bizga esa vaqt yutish kerak. 200 kilovat psixologik chiziq. Xalq chegarani ko'rsa qo'rqadi. Qo'rqsa ko'proq to'laydi. Qo'rqitish ham ilm. Gazni yo'q desak, ular baribir elektr yoqadi. Sovuqda tanlov bo'lmaydi. Tanlov bo'lmasa, narximiz tanlaymiz. Ko'chaga chiqsa ham kameralar bor. Kimligini bilamiz. Bilgan joyda bosh egadi. Bosh egsa hamma narsa oson. Biroz shovqin bo'lsa, tinchlikni buzmang deymiz. Ular qo'rqadi. Qo'rqsa jim turadi. Mana bu dasturxon imitning mevasi. Xalqning ortiqcha kilovati bizga shu go'sht bo'lib keladi. Ular sovqotadi, biz to'yib yeymiz. Xalq gaz qani desa, ta'mir deymiz. Ta'mir so'zi hamma narsani yopadi. Yopilgan joyda savol tugaydi. Ular sodda, lekin biz ochko'z emasmiz. Biz hisobchimiz. Hisobchi doim yutadi. Xalq esa doim kutadi. Kutib charchaydi. Qancha gap bo'lmasin, oxiri hammasi to'lovga keladi. To'lov bo'lsa biz bor. Biz bo'lsak tizim yuradi. Xalq bizdan xafa bo'lmasin, biz bu lavozimga kelish uchun katta pora berdik. Biz ham foydalanishimiz kerak. Biz birlashib hisob so'ra olmagan xalqni boyliklaridan foydalanamiz. Ayb bizda emas, hisob so'ra olmagan xalqda. Bizni tanitib, asl basharamizni ochib berib, tanqid qilib chiqqanlarni ham xalq qo'llay olmaydi. Hatto like ham bosa olmaydi. Bitta like bosa olmagan xalq bizdan hisob so'ra olaydimi? Sovuq ham o'zimizniki deb jim o'tiradi. Bizni tanqid qilgan muxolifatni xoin deb e'lon qilamiz. Sodda xalq ishonib jim o'tiradi, bizga ishonib.